O'ttir qo'limni yaralandirib olib, necha kunga saqaymay mush o'ttir qo'limga dakini tanglab, qo'limni egiz ko'tarib, haqlardan tilanglab yurib, ara saqaygan. Bugun bosh barmoqni kesdim o shartida qitlar. Qanda avalinglar yaxshimi? Men Taranchi kelin miyaslardan hammanglarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Taranchi kelin, Chotaqchi kelin deb men parangcha emas, Chotaqchi qilyapman mushay mushkillarda. Mush yili qo'lamni yaralandirib atgan, yili chillarni yaralandirib atgan puchuq qammi. Bugun tamoqdan bo'lsin qusur topmay chiroyli qarab, bir tamoqimizni it deb meni cho'nglarni bir qo'sh qilib aytdi deb shundali pichoqni tutib edim. Aka bosh barmoqni kesgan gap. Voy anamay, men qo'lam yarinib qoldi. Oppa deb bir vaqirabdi menga qiynanam chiqdi. Mazaq etib to'xtamadi etishman, yinimdan chiqdi. Qo'qos mushtaq bir falokat. Dikkatli bo'ling. Qo'ntoqraydi. Go'sht do'stimi qo'lini kesadi bu qiz bola ajoyib falokat deb sizlarga g'aybat shikoyatlarimni aytib mana qiynanam. Shunda qilib bosh barmoqni chanab, to'xtamadi bu qo'l qanab, oxir qiynanam dakida bog'lab, yana say oqladim qo'lamni oyab, deb qo'shaqlarni itib, shuna bilan bu tamoqni itishni boshlab ketdim jinim balla. Endi bu tamoqni boshpanada qo'limni kesibdim, oxirgacha nimalarni qilib o'taman, tamoq deganni o'qishni o'taman, shu vlogimni degandan go'njoni berib turib, ancha-muncha yuraksizlaringlarni berib turib, mako'misanglar bo'lmaydi deyman. Yaqin oyoqni ko'lish xili tuvallayotdi, jumur qizlar degandan go'njoringlar yo'q bo'lib qelyapti. Mendek bir aktiv energiyalik, falokat bir do'stinglarni qo'shib olsanglar, ancha-muncha kayshing ko'ringlar bo'lib, sizlarni kuldirib qo'ymay deymi jinim ballar. Zerikib qolgan vaqtinglarda o'yimni Taranchi kelining vlogini bir ko'raylik, keyin ular boshlandi deysizlar. Qismliq kinoni ko'rganda ko'rsin deyman. Sizlarni gap tutmay bugungi tomoqlarni itishni boshlab ketay bollar. Endi bugungi tomoqimni o'zim ikki xil qilib oldim. Kesh shu cho'nglar tomoqlarni yeydi-ki, voy biz bundak cho'ng oyda turib-atgan yoshlarning ko'nglini o'ylab qo'ymaydi-ki, 2 kunlik yoshlarning tomoqini asla qiynatab qopaqni turdi-ki, shuni bilan bugun 2 qozonda 2 yangi tomoq etishni boshladim. Ey, say to'g'rashlarimiz qirliq qilib to'g'rashlarni o'gitib qo'yinglar bollar. Mush qiynanam men say to'g'rasammi o'g'rining qaltiga deydi. Nerdan topgan bu qo'ytimish o'g'irlamışda yo'g'on qaltak ko'tarib kiramda uylarga bollar. Qassobning xotinimisiz nima yo'g'on to'g'raysiz go'shtni to'chas to'g'ran balam deydi. Voy to'g'raman degan qiynana deb shuni bilan gidik qiliblam to'g'rablam bu saylarni birdamdan bir taraf qilib etdim. O'zim o'sha og'zimga o'xshashli ishdak endi qo'l harakatlarim. Sal ishti qo'qqazim qo'laysiz bo'lib qoladi ekan, chiroyli to'g'rayolmay qoladi. Shunday qilib avval cho'nglarning tamqini itib-tayli go'star tasib pishib qoladi emasmi? Bayam o'g'rining kaltaklaridek to'g'algan sayko'k tatlarimiz yo'g'on bo'lgan ekan. Deblammiz dadam opam yaxshi ko'rgan tamoqlardan biri bo'lgan, ish qilib bir nimani aytyapmizda qizlar. Avval go'shtni obdan qilib qo'raymiz ekan, toz go'shtni qarqardig'ich qo'rib, andan keyin piyozni silib, andan keyin qo'rdaqning dori-darmonlarini solamiz ekan. Sap bo'lgandan keyin qizartuvchi lazerimizni silib, tayyor qilib andan keyin azroq suv qo'yib qo'yamiz ekanda, savzini silib bilan go'sht pishqich obdan qilib qayintimiz ekan. Voy qiynanam kaynimda qapti qo'y. Menga yetishmasin ham sajimi qizlar. Ikkini bir fansarim gap qipti. Ammo miyassar so'z qobiliyatingiz nimanchilar ishtik yetishmay qoldik deydi. To'xta, fansalar yaqin oyoq nimanchi men yurak bermaydiganda desam, asli yetish bo'lmay harvamdan chiqib qapsizlar emasmi? Voy onda qilmanglar deyman jinim bollar, yetishmanglar oxirgacha. Bu vlog degan televiziya teatriga o'xshaydi. Yerim baldili chiqib ketsanglar odamni tushunmay qolsa jinim bollar. Shunlashqa qizlar ma televiziya teatrini ko'rganda, qash degandan go'njoni berib o'tib, har bir gaplarimga bir qitimdan pinglon qilib o'tib, oldirmay o'tirib ko'ringlar chiqqan mangli deyman sapdan. Agar chiqqansiz sapdan, bo'p qolsiz sapdan. Yuzlaringizga qo'riq besib, qo'riqlaringizni yo'qtamay texima bo'lasiz sapdan. Qo'ltiqlaringiz tozalab, kiyimlaringizga tarchiroq bo'lmang dadida bo'p qolsiz toza sapdan deb har jihatdan sapdan bo'lib ketisizlar-chi mening vlogimni ko'rmaganlar. Xo'sh, endi qiynanam yetishib oldi-ku menga. Endi yoshlarning tomoqqa keldik. Italiya cho'pi jinim bollar. Italiyaliklar mushu cho'pni yeydi-ki, qaranglar, nima degan o'rinay bular. Bek oson pishidi-ki bu tomoqlar bularni. Yaxshi ko'rib qoldim 2 qitim etiblar. Shuni bilan men aytmay deb buga yana aytdim bu Italiya cho'pi. Endi degani turib Italiya cho'pi aytmay deb kelsam qiynanam, "Voy, men aytalayman" deydi. "Rasma apansan ha" deydi. "Siz cho'nglarning tomoqni aytalaysiz bo'lsam, yoshlarnikini turtirtmay" deydi. "Ayting qiynanam" deb qozonni bersam, Italiya cho'pini qondatga qiynanam ko'ringlar. Yoshlarni bekpayz yutib, "O'xshabdimi o'zinglar baho beringlar."
jinim bolalar, men nima dedim? 2 yig'izlarni qilib qo'ygan qaynonamning tamoqlari o'xshab ketdi. İtaliya cho'plarni yana titirtibatdi qaynonam. Mendimi payz yetib sopa oldin qitim mening xeyli o'xshagan deb ancha-muncha o'zimni maqtayamayli qoldim da yalarda. Qiziqarli ishlatdik oxirida mavludning do'stim telefon qildi. Yana bir do'stimizning uyiga berib qo'yayli deb. Voy nima yaparmizki u do'stimnikiga desam, qiziqchilik qilib sayko'ktatni boljon qilib oprayli deydi. Voy bo'ladi desam, do'stim saydigan boljon qilib o'tibdi jinim bolalar. Men piyoz, yangi laza, basaylarni qildim, ab cho'ngaydi o'g'annikin. Mono qizvali degan sayko'ktatlar titirtib turgan qizvalti. Butunlayli yengsaylarni boljon qilib qaranglar. Mo'shta qilib ishkimiz degan ishki patmis say ko'tirib do'stimizning uyiga qorbasti qilib bordik bugun. Sayni ko'rib, kulib, tiliqib, uchagri uzilib qopdi, qilmaydigan qilqinlar yo'q deb. Oshta qilib bularni zerkib qoldirib, bu aqo'tlarni kuldirib, biroq qurdim qizitibman uylarini. 1-2 soat bularlar olmon bo'lib, anandiki uyga qaytdim. Aranch kelim miyatsarning bir patmis sayi vaka, do'stim Mavlidamning bir patmis yengsaylar vaka, yengsay bilan qonsaylarni aralashtirib obdan tamoqlarni atgan deb bu do'stimizga shuni bilan sayko'ktatlarni yana akilib, toza mehmon bo'lib, anandiki uyimizga qaytdi. Bugungi vlogim ishida oxirlashdi. Yurak berishni unutib qolmanglar. Basuratni besib kirib, maqsadlarimizni kelishni unutib qolmanglar. At ko'rishaylik, xayr xo'sh.